Taybay Jinshing zot qandaq avliyo. G'arb sayat nomli asar qarsak, Tay deb atilgan erishlik avliyoning ikkisi bor. Uning birisi Tayshan Laojun, yana birisi eliq oqsoqol, Sun Wukong erishlik taklif qilgan eliq Taybay Jinshing. Tarixchi bo'vay. Endi bu tarixchi bo'vay Taybay Jinshing bir qarsak, bir odatlikchil bir odam. Buning bir alohida angushlari, alohida she'r karomati yo'q. Odatlikil bir odamdek bilindi. Biroq tafsiliy kuzatib baqsak, nayt katta avliyo bo'lmuchu. G'arb sayohatdagi nurg'un ishlar mush tarafidan hal bo'lindi. G'arb sayohatdagi nurg'un avliyolar buningga hurmat bildirdi. Oldida yuzini qiladi. Hatto Yurun Sultonmi mushning gapini anglaydi. Yurun Sultonning qo'llashuvchilarida Tayshan Laojun bilan ikkisi tang o'rinda turdi. Butun Sanjarga ma'lum bir kontrollik mash Taybay Jinshingning qo'lida. Unda o'z bu nimishqa bunchalik yomon. Bu kimning shogirdi deganda, bumi Puti Laozuning shogirdi. Puti Laozuning eng dastlabki shogirdlarining birisi ma'o. Hamda buning erishlik o'rni Yurun Sultondan qasla Tayshan Laojun bilan tang o'rinda turdi. Qarsak Yurun Sultonning nurg'un ishlarni qilgan vaqtingizda mash qayri bilan maslahatlashib, qo'llig'i pishtirlab bir gapni qilsa ma'qul deb mashning degini o'yinchilam qiladi ishni. Ham bu asardimi Sun Wukongning Puti Laozuning shogirdi ekanligini eng dastlab bilgan kishi dal mash Taybay Jinshing. Asarning boshida Sun Wukong Sharqi dengiz Aydarshohining qasrini malmon qilib, bu yer Ruyi Jingubangni o'g'irlab ketdi. Yamarajaning dargohini malmon qilib, ro'yxatni o'chirib, o'zining umrini bir qanday qildi. Shunlar bu ikkisi amal yo'q, Yurun Sultonning qishig'i arz etib keladi. Ash Allohning maymuni tutib pagaylar, jazolab pagaylar degandan keyin Yurun Sulton farmon Munarchi Pelakshah boshchiligida 100 ming archlashkir berib, Allohni tutinglar deb bo'lgandan keyin Taybay Jinshing o'ttirib chiqib, "Ay aldirmislar. Meningcha bu Sun Wukongga qo'shin boshlab bo'lmay, buni erishdi bir amalda qiladi" deydi qaranglar. Erishdi bir kichik kerak mansab birligi desa, buni gapini anglab, Yurun Sulton ma'qula deydi, ayyorlikni bekor qilib. Hamda bu Sun Wukong bu yerga chiqib miraxo'rlik qildi. Miraxo'rlikka bir necha kun o'tmaylar, bu miraxo'r degani bir otva qilgan bir kichik bir amal kelgan otchig'ida enchimentda qaytib ketdi. Xizmatni tashlab ketdi. Yurun Sulton otoydan tasdiqlab bergan, xizmatini tashladi. Endi bu yerda buni tashlab, bu bo'lmaydi ekan. Menga erishki tengdosh avliyo azam degan nomni biringlar deb talab qilib turib oldi. Yurun Sulton yen ochig'di. Va o'lgir maymun deb tursa, yeni shu Taybay Jinshing o'ttirib chiqib, "Voy Yurun Sulton, bo'pti buning birli erishki tengdosh avliyo azam bo'lsin, bu nomni bergan ishni bo'lmaydi" desa, Yurun Sulton yeni ma'qul bo'ldi. Qanda Taybay Jinshing bo'sh emasmikan? Ma tarixchi bo'vayning inovati bormikan? Deganmikan ya? Bo'sh yerda emas deyman, men oqsoqol bo'vay. Nurg'unlar bu yerga g'arb sayohatini ko'rgan vaqtning o'zida Allohning angushlari va she'r karomati chiqadigan, hay-to'y deb urush pas qilsa, voy bak yomonka deb qoldi. Qaranglar, ma qayerning bir qatim she'r karomat ishlatganini ko'rmadik. Bir tal angushlarim yo'q. Hali shaptul qurg'uchilar bor, qilish naysim yo'q. Lekin qanchalik yomonka. G'arb sayohati qarsaqmi bu Sun Wukongga avvallik suvara butsadan qaslar mash eng ko'p yordam qildi. Çünkü bu Sun Wukongning o'zining maktabdoshi, ya'ni Puti Laozu bir ustozdan chiqqan shogird ekanligini biladi. Nurg'unlar bu yerda Sun Wukong Puti Laozuning shogirdi tursa, keyin bu Sun Wukong Puti Laozuning qishidan ketgandan keyin nimishqa Sun Wukongga yordam qilmaydi, nimishqa buning qishiga kelmaydi deydi. Yordam qilmadi emas. Oldin qetdim, men palchi ustamning so'ziga vaqtim degan. Boshqalar ham yordam bevosita uzirildi kelmaydi, bunda vositalik qildigan yordamlar bor. Puti Laozu Sanjining sirtida o'g'ashqa o'zi kirib bevosita yordam qilmadi. Biroq o'zining shogirdlari mayli Taybay Jinshing deymiz, mayli Jongyuan Dashun deymiz, mayli palchi ustam Sanming Chenshong deymiz, mushlar orqali yordam qildi. Bo'lib bu Taybay Jinshingning qilgan yordamlari nayt ko'p. Taybay Jinshing hamda bu yerda Sun Wukongga yordam qilgandan sirt ayni vaqtda sarlashkar Jubajini o'ltiribdi degan vaqtda mashm arg'u tushib, hozircha zamonga tushib, mashta palaq mandaqaraq jazo urib turli deb arg'u tushgan. Yana parda qarg'uchi sarkarda Shosongni jazolaydigan vaqtning o'zidimi Chizjov dasham bilan billa arg'u tushib, buniki bir qo'shiq qanni talab qilgan. Demak, hech qancha bu yerda tarixchi bo'lmaymi, eng katta avliyo. Ajoyib cho'ng ishlar qo'lidan keladi. Unda xo'sa Puti Laozuning yana qanday shogirdlari bor? Buni qiziqadigan do'stlar, meni Guanju qilib birdan yaxshi jurak urib qo'yinglar. Keyingi sonlarda davomli so'zlaymiz. Rahmat.